Hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Hozir eng prosmotr bo'lib turgan narsa hayvonlarning pasportida bo'lib turibdi. Mening bizning ishda prosmotr yo'q, chunki odamlar bizning minni ishda bir-birini ham tashlamaydi, like ham bosmaydi, kommentariyada fikrini ham yozmaydi. Aytib o'tchakman, ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'raydi, farqi nimada? Yurtdoshlar, bu mahsulotimizning farqi bu Eron toshi bu. Birinchi sortda aytiladi bizda kvadrati 140 ming so'm. O'zbekiston toshi bizda kvadrati 100 ming so'm. 120 ming so'mlik bor, qirg'izniki bor, keyin sari ular ham 140 ming so'm, 150 ming so'm, 120 ming so'm 3 xil varianti bor. Bu mahsulotimiz yana 3 sm penoplast, 1 sm dosh bo'ladi. Hammasi bir xil. Penoplasti 3 sm, doshi 1 sm bo'ladi. Bu mahsulotimiz yana Eron toshi. Buni faskasidan siraj ajratsangiz bo'ladi. 50-25 razmeri, faskasi shuni. Faqat hovuz fasada shunday faskada shunday razmeri bor. Bu imoratimiz paxsadan bo'lgan, bu yana xomkarushdan bo'lgan, paxsa, xomkarush hammasini обязательно shuni temir setga yo'riladi, temir setga yo'rilib, mahsulotimiz keyin kliga qo'yiladi. Xudo xolasa bu imoratimizni eldini bir ko'rib qo'yinglar, xolasangiz screenshot qildiringlar, bitgandan keyin bir video chiqaraman. Shikarniy Dormanda yediniy uy bo'lib chiqadi. Shunday sizlarga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol hovuz fasada murojaat qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.